Bu retsept ko'rganimdan beri qilaman deb har kuni xayolimdan o'tadi va nihoyat o'sha kun bugun ekan. Va bugun qilib ko'rishga qaror qildim. Qarasam, hamma narsa uyimda bor ekan. Ikkita roltini shunaqa idishga solib, ustidan peripravalarini solib, xolisili tomat, xolisili ketchup, menda ketchup bor edi, shuning uchun shirin ketchupdan foydalandim. Ustidan ko'pgina qilib puymirkini shunaqa 1% sutlardan sovurdim. Nazarimda pishmaydi deb o'yladim roltini, shuning uchun ko'proq sut solishga harakat qildim. Ustidan silifka qo'ydim. Ko'p qilib ustiga surib olganimizdan keyin uni ustidan ko'p qilib yaxshi eriydigan sirdan qilasizlar. Menda puymirkini sirlari. Ularni qo'yib olgandan keyin Rizo kolbasalardan foydalanaman qizlar, hammanglar bilasizlar. Andijonlik ahli Qur'on qonlar tomonidan ishlab chiqariladi, 100% halol va ta'mlari ham juda ham zo'r, tabiiy mahsulot qizlar. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Kolbasalarni terib olganimizdan keyin ustidan yana ko'pgina qilib sir solib, gazga 180 gradusga duxovkaga qo'yib yuboramiz. Mazasi zo'r chiqarkan, albatta tayyorlab ko'ringlar.